Assalomu alaykum. Toshkent kimyo texnologiya instituti neft gazni qayta ishlash kimyo texnologiyasi 22-25 guruh talabasi Qoriqo'ziyev Nosonlarni reaksion kamerali vibregin qurilmasining texnologik sxemasi mazutimiz nasos orqali, birinchi nasos orqali ikkinchi pech quvurimizga beriladi va uchinchi Klekin jarayonida 1,7 megapaskalda Klekin jarayoni ketadi. 4-chi klapan orqali 8-chi kolonnamizga beriladi. 7-chi nasos orqali 6-chi suv isitgichimiz orqali kolonnamiz o'rta qismidan beriladi. 5-chi suvli sovutgich orqali gazovoy fraksiyamiz ajraladi. Benzin buklarini kondensatsiyalash, gazni sovutish uchun 11-chi bug'li sovutgichimiz orqali 12-chi suvli sovutgich orqali separatorimizga tushadi. Bunda separatorimizda gazni barqarorlashtirish, benzinni ajratish. 14-chi nasos orqali 8-chi kolonnamizga beriladi. Sug'orish uchun bir qismi benzin fraksiya ajraladi. Separatorimiz tepa qismidan gazimiz ajralib chiqadi. Kolonnamiz tepa qismidan 10-chi nasos orqali nasos so'rg'ish orqali kerakli fraksiyamiz ajraladi. Kolonnamiz pastki qismidan qoldiq mazutimiz 9-chi nasos orqali ajralib chiqadi. Bo'ldi, mazut nima?